Xo'p, bugun qiladigan ishimiz nok daraxtini keraksiz katta yo'g'on shoxlarini olib tashlaymiz. Ya'ni qanaqa qilib olib tashlaymiz? Masalan, shunaqa yotqizilgan shoxlar bo'lsa, qalin shoxlar, ya'ni nok daraxti o'sib ketsa, kuchi ko'payib ketsa, kurtak ochmay qo'yadi. Ya'ni mana ko'rib turganlaringdek yo'q. Kurtaklari qolmagan. Shu shoxlarni kesib tashlaymiz. Hammasini birdaniga kesib tashlash mumkin emas. Birdaniga kesib tashlasa, faqat daraxt o'sish bilan mashg'ul bo'ladi va shu g'unchalarni yaratmay qo'yadi. Shuning uchun bitta orasidan olib chiqiladi. Qanaqa olinadi? Orqasini qaraladi. Buni kesib tashlasak, o'rniga bormi boshqa? Ha, o'rniga bor. Mana bu yerdan tortsa bo'ladi. Orqa taraflardan tortsa bo'ladi. Mayda shoxlarni ko'rib chiqiladi. G'unchalanyaptimi, g'unchalanmayaptimi? Shunga qarab kesamiz. Hozir biz bilan birga kesayotganda ham to'g'ri kesish kerak. Agar noto'g'ri kesib qo'ysa yoki tagi bilan kesib tashlasak, yangi shox hosil qilmaydi. Sal yotqizgan holatda, sal chiqargan holatda kessa, keyingi yilga bu yerdan yangi shoxlar o'sib chiqadi. Hop, mana bu yo'g'on shoxni ham qoldirishni foydasi yo'q. Buni olib tashlash kerak. Shunaqa qarab chiqib, shunaqa davom etamiz.